Erdo'g'onning va shu paytgacha siyosiy faoliyatidagi Turkiyadagi olib kelingan nuqtani ko'z yuma olmaymiz. Erdo'g'on dunyo siyosatida juda katta, barmoq bilan sanaladigan figura. Lekin uning olib borayotgan ishlari keyingi paytlarda o'sha resurs kamligi va nepotizmga ko'proq harakat bo'layotganligi va uga juda ko'p ishlarning huquqiy fundamenti topilmayotganligi va keyingi paytlarda o'sha PKK masalan terror tashkilotlari bilan o'ziga siyosiy umrini uzaytirish uchun ular bilan kelishuvlarni amalga oshirayotganligi bir nechta qorishiq mavzularning o'rtaga ko'tarilib chiqayotganligi muammo yaratdi va shu fonda albatta qarshi tarafga, ya'ni hukmron partiya o'ziga muxolif bo'lgan va boshqaruviga da'vogarlik qilayotgan tomonga qaysidir nimalar bilan isbotlashga, bahonalar bilan yoki realliklar bilan isbotlashga harakat qiladi. Albatta bu diplom masalasi bo'ldi va Akram Imomog'lu juda ham qattiq tabiiyki orqadan tekshiruvlardan o'tdi va juda qattiq analizlar qilindi. Hatto uning litseyda ham yaxshi baho olmaganligi, litseyda ham yaxshi o'qimaganligi haqida nimalar chiqyapti. Hozir kulgu juda ham anekdotga o'xshagan, latifaga o'xshagan gap so'zlar chiqyapti. Endi uni bog'chada paytida qanaqa o'qigan haqida ham ma'lumotlar chiqishi kerak degan. Va shuning uchun hamma Turkiyada bilasiz, dinamika ham bir tarafdan kulgili ko'rinsa, lekin Turkiyada shunaqa bir dinamik siyosat bor. Bu tarafdan hozircha diplom Akram Imomog'luning diplom mashmashasini nimadir deyish hozir juda ham qiyin. Chunki haqiqatda ham qarshi tarafda berilayotgan faktlarda noo'xshovliklar bor. Buni huquq albatta javobini beradi, lekin bunga vaqt ketadi va asosan o'sha 23-martda bo'ladigan hozirgi jarayondan vaqtdan yutish masalasi bo'lyapti. Albatta. Vaqtdan yutish masalasi uning nomzodini prezidentlik uchun nomzodini muddatini kechiktirish yoki umuman bu nomzodni o'rtadan ko'tarib tashlash deyish mumkin, qo'polroq qilib aytganda.